Assalomu alaykum, yana bir bor. Bu binolar menga begona emas. Shu binoda ham, shu auditoriyada ham dars berganman. 5 yil, 6 yil dars berdim. Shu universitet ochilganida, shu ochilishda mana Zulhumorlar bilan birga o'sha qatnashganmiz. Yo'lga qo'yilgandan keyin yana o'zimizni joyimizga ketganmiz. Hop, endi adabiyotshunoslik davrlar o'zgaryapti. Tabiiyki, adabiyotshunoslikda mezonlar ham o'zgaradi. Davrlar o'zgaradi, bu davrlar insonlarni ham o'zgaradi. Bir narsaga, mana bu choynakka bo'lgan qarash ham o'zgaradi. Tushunyapsizmi? Badiiy asar haqida gap ketyapti-da, bu choynak deyapmiz, lekin badiiy asar nazarda tutilyapti. To'g'rimi? Obrazli fikrlaymiz. Adabiyot bu obrazli fikrlash, to'g'rimi? Obrazlar bilan, ramzlar bilan, tashbihlar bilan fikrlash. Biz o'sha Sovet davrida shakllangan avlodmiz, qaysidir ma'noda. Asosiy bir 20 yoshimizgacha Sovet davri edi. Demak, bog'cha deymizmi, ilk tarbiya deymizmi, maktab deymizmi, bu Sovet davrida shakllangan. Ana undan keyin sizlarning yoshlaringga kelganimizda SSR degan imperiya parchalandi va natijada mustaqil O'zbekiston va mustaqil 15 ta respublika shakllandi. To'g'rimi? Demak, ilgari o'sha adabiyot, masalan, o'sha mana shu narsani adabiyot deb oladigan bo'lsak, shartli ma'noda. Shunga qarash bor edi, bu Sovet adabiyotshunosligi nuqtai nazaridan qaradi. Albatta, ozgina Yevropa adabiyotshunosligi ham bu yerga kirar edi, rus adabiyotshunosligi orqali kirib kelardi. Lekin tuynik nihoyatda kichkina edi, mezonlar nihoyatda kam edi. Mustaqillik davrida dunyoga ochildik dedikmi? Dunyoga ochilishda faqat siyosatdan emasdi, faqat iqtisoddan emasdi. Demak, ilmiy tafakkurimizdan dunyoga ochildi. Mezonlar ham o'sha dunyoni, jahon adabiyotshunosligi mezonlari ham kirib kela boshladi. Biz adabiyotga faqat Sovet adabiyotshunosligi nuqtai nazaridan, sotsrealizm, ya'ni sotsialistik realizm nuqtai nazaridan emas, boshqa nuqtai nazarlardan ham qaray boshladi. Natijada mana hozir Qozoq aka yaxshi eslatdi, modernizm, postmodernizm. Yangicha adabiyotga qarash o'sha Sovet mafkurasi nuqtai nazaridan qaralganda ular inkor qilindi. Hozir mana hech kim sizlarda avlodlaring modernizm bo'ladimi, postmodern bo'ladimi, ijilg'anmasdan qabul qilasizlar, to'g'rimi? Muhimi badiiy asar bo'lsa bo'ldi. Lekin o'z davrida shunday katta olimlarimiz ham modernizm bu bo'lmag'ur narsa. Uni yaqinlashtirib bo'lmaydi. Uni tubdan bizni nimamizga sharq mentalitetiga yot, sharq badiiy tafakkuriga yot degan narsalarni ilgari surishdi. Va nimada maydonda, adabiyotshunoslik maydonida juda katta bahslar ketdi. Tushunyapsizmi? Demak, ana shu davrlar o'zgargandan keyin dunyo qarashlar ham o'zgardi. Dunyo qarashlar o'zgargandan keyin mana bunday bahslar, munozaralar keladi. Va oradan yana vaqtlar o'tdi. Bugun mana mustaqil bo'lganimizga 30 yil oshdi, to'g'rimi? 91 bo'ladigan bo'lsa 34 yil bo'ldi. To'g'rimi? Bu paytda mana ozgina vaqt o'tib, modernizmni ko'r-ko'rona inkor qilishlar o'zbek adabiyotshunosligida barham topdi. O'z vaqtida mana yoshlarimiz orasidan men dars berganimda eslayman, Qozoq aka Abdulla Orifni nimasini, haligi uyg'onguchi bog'larni kezdim, topay dedim qirdan izingni, yonog'ingdan rang olgan dedim, lolazorga burdim yuzimni, uchratmadim ammo o'zingni, sen bahorni sog'inmadingmi deb dars o'tayotganda shunda bir parcha o'qisam, bir qiz turdida, domla dedi, Abdulla Orifdan, Erkin Vohidovlardan, Rauf Parfilardan she'r o'qiyapsiz-ku, ular bizga endi ta'sir qilmaydi. Qani? Xo'p, sizga qanaqa she'r ta'sir qiladi desa, ko'zlarimda ikkita shovqin degan she'r menga ta'sir qiladi. Shu bir misra. Ko'zlarimda ikkita shovqin. Shovqin quloq bilan assotsiatsiya beradi-yu, ko'zga nima aloqasi bor? U qizimizni baxtiga qarshi kelgan vaqtimga men bu she'rdan ham boxabar edim va uni ham aytib tahlil qilib berdim. Tushunyapsizmi? Ya'ni davrlar o'zgarganda biz ko'pincha adabiyotshunoslarimizni holi ham xuddi shunaqa bo'lib qoldi. Bitta pozitsiyaga o'tib, o'sha pozitsiyani nima qila boshladi. Yuriy Bolevda shunaqa gap bor. Adabiyotshunoslikda juda ko'p izmlari bor, bilasizlar, metodologiyasi bor, metodlari bor. Badiiy asarni eng yaxshi tahlil qilish metodida o'sha jahon adabiyotshunosligining oxirgi fikrlaridan biri shu, o'sha Bolevga tegishli deb o'ylayman. Hamma metodlardan unumli foydalanish kerak. Faqatgina masalan bizning ustozimiz Naim Karimov, akademik Naim Karimov biografik metodni yaxshi ko'radi. Badiiy masalan Oybekni o'sha dengizlar haqidagi she'rlari bo'lsa yoki Namatak
Namatakda aytinglar. Nafis chayqaladi bir to'p namatak yuksakda shamolning belanchagida va Naim aka o'sha 37-yilda deydi. Pushkinning 100 yilligi munosabati bilan 36-37-yillarda o'limining 100 yilligi munosabati bilan bir guruh shoirlarimiz Chimyonga borishdi va u yerda palata tikib ana shu yerda Pushkinning she'rlarini tarjima qilishdi va natijada bir kun Oybek domla ham palatasidan chiqib o'sha qoyalarda o'sha bir to'p gullab turgan namatakni ko'rib qoldi va shu tarzda yozildi. Mana ko'ryapsizmi? Bu biografik metod. Qanday yozilganligi. Lekin faqat biografik metod bilan bu asarni baholay olmaysizlar. Bu yerda juda katta ramz bor. U yerda Oybeklar yashab o'tgan davrda qiyinchiliklari bor. U nafis chayqaladi bir nima alal oqibatda yuksakda shamolning belanchagida vahshiy qoyalarning ajib ijodi deb aytadi. Vahshiy qoyalarning ajib ijodi. Nima haqida ketyapti gap? Gap inson haqida. Gap inson haqida. Bas shunday ekan, bu yerga psixologik metodlar, boshqa metodlar, qiyosiy nimalar, tahlillar hammasi yordamga kelish kerak. Va davr bilan bog'liq, tarixiy davrda qiyosiy tarixiy metodlar bor. O'shalar ham yordamga kelish kerak. Davrni anglatib beradi. Va natijada mana bunday she'rni, mana bunday asarni yaxshi tahlil qilib berasiz. Bilyapsizmi? Endi men auditoriya dars o'tib yurgan odamman. Gapirsam gapiraveraman, gap ko'p. Sizlarda savollaring bo'lishi mumkin. Zerikarli bo'lib qolmasligi uchun savollar bersalaring, o'shanga yarasha javob berishga harakat qilasiz. Bo'ladimi? Yo davom etaveraymi? Ozgina yana bitta fikrda aytaman. Nimada hozir o'zbek adabiyotchiligida shunaqa bir gap borki, biz qaysi yo'ldan boramiz? G'arb metodologiyasidan boramizmi yoki o'zimizda sharq adabiyotchiligini mezonlarga qaytamizmi degan bir qarashlar bor. Chunki ba'zan o'sha mana dissertatsiyalar himoya bo'ladi, olimlarimiz chiqib qoladi. Qani bu yerda sharqda nima deyilgan? Haligi shu nimani atamani sharqda nima deb bilgan? Sharqda ham bor-ku bu. Nimaga g'arbga yopishib olasiz degan nimalar bor-da. Baholash mezonlarini g'arb va sharqqa bo'lib tashlash jarayonlari ketyapti. Hozirgacha bor bu narsa. Hozirgacha bor. Shuning uchun men bir paytlar bir 10 yil oldin bir maqola yozgandim aynan mana shu masalada. Biz g'arb metodologiyasi bilan ketishimiz kerakmi yoki sharqqa qaytib faqat sharqda o'sha bor-ku o'sha Navoiylarda zamonidan boshlab aruzni qanday baholash kerak, badiiy san'at, badiiy san'at degan istilohlar bor. Qaysi yo'lda ketishimiz kerak? O'sha yerda alal oqibatda o'sha maqolaning xulosasi hozirgacha o'sha xulosadan omuxta qilish kerak, sintez qilish kerak. Shunday jarayonlar borki, mana baholayotganlar. G'arb bizdan taraqqiyot nuqtai nazaridan oldinda kechyapti. Oldinda ketyapti va ana shu oldinda ketayotgan hayotni aks ettirgan asarlar bor. Va oldinda ketayotgan ijtimoiy, siyosiy, madaniy, psixologik hayotni aks etgan asarlar o'ziga xos yangi metodlarni, atamalarda talab qiladi. U bizda sharq adabiyotchiligimizda yo'q. Bilyapsizmi? U bor bo'lishi uchun bizda sharq hayoti ham o'sha nima jabhalarda yashab o'tish kerak. Bas shunday ekan, bu g'arbniki, bu rusniki, bu fransuznikini ko'krigidan yetarib bo'lmaydi. Bugun dunyo yaxlit bir uyga aylangan allaqachon. Ilmda olim shu nuqtai nazardan qarash kerak. U haligi dinlarda, boshqa nimalarda chegaralarga tepaga chiqish kerak. Ilm shu narsani taqozo qiladi. Va ko'krikdan itarmasdan sharqda bormi? Bor ekan. Agar shu narsa g'arbda yo'q bo'lsa, shuni qo'llash kerak. Va albatta, masalan, termin demasdan atama degan so'zimiz bor. Atama ishlatish kerak. Mana kecha ham o'shanday bir bahs bo'ldi. Termin shunoslik deyapsiz, terminologiya deyapsiz. Nimaga atama shunoslik demaysiz deydi. Agar gap shundan ketadigan bo'lsa, Qozoq aka shunoslikni ham olib tashlashimiz kerak. Shunos ham forscha. Atamachilik deb atash kerakdir ehtimol. Atamachilik atama shunoslik emas. Yarmini tarjima qilyapti-da, terminda atama deydi. Nimada arabchada istiloh bilasizlar. Ehtimol o'zbek tilini boyligi nuqtai nazaridan uchalasi ham yashab turaversin, lekin ko'proq faollik nuqtai nazaridan o'sha turkiy tildagi atamaga berishimiz kerakdir. Nimani? Avantaj deydi. Ustunlikdir.
Mana shu nuqtai nazarlar. Hozir bu narsa mana shu jabhada turibmiz. O'tish jarayonida turibdi. Adabiyotshunoslik fanimiz ham o'tish murakkabliklarni boshdan kechiryapti hozir. Mana shu yerda haligi nima deydi? Tuyg'uga, hayajonga berilib gapirsak ham, tuyg'uga, hayajonga berib xulosa qilmaslik kerak. U xulosalarimiz sovuqqon bo'lishi kerak. Sovuqqon bo'lish kerak va haqiqatda hamma tomonlarni qamrab olish kerak. Asosli ilmiy asosli bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, meni fikrim sintez qilish kerak. Yaxshi narsa qayerda bo'lsa olinmog'i kerak. O'sha sivilizatsiyani ham qarang, g'arb mana hozir dunyo keyingi 600 yil ichida Yevropa eski dunyo sivilizatsiyasining yo'lidan ketyapti. Xabarlaring bormi bundan? Mana shu o'tirishlarimiz ham, kiyinishlarimiz ham, boshqalar ham yo'llarda qurilishi, svetofor, mashina hammasi g'arb sivilizatsiyasining mahsuli. Butun dunyo shuning orqasidan ketyapti. Undan oldin sharq bergan xuddi shunday sivilizatsiya ne'matlari. Tamaddun deydi arablar. O'sha tamaddun. Madina shahar ham shundan kelib chiqqan. Shaharlashuv o'sha Madina degan ham shahar degan bilasizlar. U navbat bilan hozirgi kunda o'sha Borif aytadi, bugungi kunda na g'arb na sharq yangi yo'lni taklif qilishga imkoni yo'q. Hozir dunyo tupikka chiqmas yo'lga kirib qoldi. Boshi bel ko'chaga kirib qoldi. Tushunyapsizmi? Hozir dunyo shunaqa nimada turibdi. Yangi sivilizatsiyaning yangi yo'llarini taklif qila olmayapti. Dunyo bir joyda depsinib qolgan. Bu narsa ilmda ham ko'rinadi. Jumladan adabiyotshunoslikda, o'zbek adabiyotshunosligida ham ko'rinadi. Mana shunday muammolarimiz bor. Mana shunday muammolarning ichida men o'ylaymanki, o'sha salmoqli, ilmiy, asosli, sovuqqon xulosalarda chiqib borishimiz kerak. Biz endi nima deydi? Sharqqa yuzlandik. Butun g'arbonalikda hammasini inkor qilamiz degan yo'l juda katta yanglish. Ilg'orlik qayerda bo'lsa o'sha yerda oling deydi. Payg'ambarimiz ham aytadi-ku, ilm chin-mochinda bo'lsa ham borib o'rganing deydimi? Chin-mochin musulmon o'lkasida yo'q. Kofir o'lkasida bo'lsa ham ilmni o'rganing. Ilmda dini yo'q. Mana shunday agar sizlar mana hozir aka mana ustoz adabiyotshunos sizlarda mana bo'lajak olimlar deyapti. Bo'lajak o'qituvchilar, olimlar agar dunyo qarashlaring keng bo'lsa, ilmda g'arbniki sharqniki va tanlamaslik kerak. Shundagina bir rivojlanamiz. Bo'lmasa, ertaklar afsonalar aytib qolaveramiz. Sog'lar bo'lsa marhamat.